Cho'lda bir musofir o'tib ketayotgan vaqtda tuyani ustida bir boy, badavlat odam o'tib ketayotgandi. Bu esa chanqoq cho'lning o'rtasida turibdi. Shunda u musofir so'radi: "Birodar, bir suv bo'lsa, bir taoming bo'lsa, bir kiyiming bo'lsa menga ber" dedi. Boy ko'rdida musofir yigit, kambag'al yigit haqiqatda hech narsasi yo'q. Va sahroning o'rtasida tuyadan tushdi. Tuyadan tushib unga suv berdi, unga taom berdi, unga kiyim berdi. Kiyim berganidan keyin u musofir yigit boyni bir urdida yiqitib, tuyasini minib yo'lini davom ettirayotgan edi. Boy o'rnidan turib: "To'xta birodar. Menga bu narsalar kerak emas, lekin senga bitta aytadigan gapim bor." U musofir yigit ham baquvvat, o'ziga ishongan, bemalol boyni yenga oladi, tuyani qaytardi. "Nima deysan?" dedi. U aytdiki: "Meni senga hozir kuchim yetmaydi. Sendan yana tuyamni tortib olmoqchi bo'lsam, sen pahlavonsan. Qaytarib ola olmayman. Men qaytarib olmoqchi ham emasman. Lekin bitta gapim bor." "Nima gap?" dedi u. "Mana shu bo'lgan voqeani hech kimga aytma." "Nimaga?" dedi u. "Bu voqeani bilgan odamlar undan keyin bir-birlariga yordam bermay qo'yadi. Yo'lda yurayotgan vaqtda bir odamni ko'rasiz-ku mana. Yordam bermay mashinani to'xtatmaysiz. Nega? U mast bo'lishligi mumkin, sizni bir ovora qilishligi mumkin, yoki bir so'kib qo'yishi mumkin, yoki bir talofot yetkazishi mumkin degan fikr keladi. Bo'lgan voqeani hech kimga aytma" dedi. "Men narsalarimga roziman. Olgan narsalaringga men roziman. Chunki odamlar, ya'ni birodarlar bir-biriga ishonmay qo'yadi." Bemalol dedi, "Endi ketaversang bo'ladi." Haqiqatda bugun bir-biriga musulmon ishonmaydigan bo'lib qoldi bugun. Biz bugun qiyomatli do'st deymiz. Qiyomatli do'stimiz, yonimizda ishongan birodarimiz yo'q deymiz. Chunki o'zimiz unaqa emasmizda.